Valerdan chiqardik zog'imizni. Aka kular. Anchadan beri uchmagan bo'lgan taqdirda ham qoni yaxshi bo'lsa gapda cho'rar ekan. Bu haliga Valerda qolib ketdi, bir narsa bo'lib ketdi. Yo'q, kaptarni o'zi tepasida uni nimasi bor ekan? Sochimiz bolasi bor edi. Bu qora ko'rpada Sarvar bek yuryapti. O'shani hamtovoqlari yonida ekan. Kapta cho'radi mana. Valerdan zog'ni chiqarib uchiryapmiz akalar. O'sha qish bo'yi Valerda turadi, bolasini oldik. Kapta cho'radi. Buni bolasi ham uchadi. 100% garantiyasi bilan. Sababi yana shuncha Valerda turib ham uchyapti shu holatda. Mana o'yinlari bor, cho'lari bor. Chiroyli o'ynaydi, tortib buralib. Ko'rinib turgan bo'lsa videoda. Bitta naryoqda turgan soch nari shu zog'da. Bu ham o'yinchi, ham shunaqa garantiyada uchadi. O'zi ham cho'radi. Hammaga omad, hammaga shunaqa kaptalar nasib qilaversin. Yaxshi kaptalar boqoringlar. Kurashga lavozim, deroqlar, so'yib yo'qotaverasizlar akalar.